Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Umarov kanali podpischilari, kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana men Doktor Umarov. Ko'pincha kommentariyalarda berishadi, murojaat qilib kelishadi, analizlarni ko'rsatishib, mana bu analizni ko'ring. Bu analizda bizda allergiya bormi, yo'qmi deyshadi. Ko'p analizlarda, laboratoriyalarda shunday narsa berilgan. Analizda rezultati, ya'ni natijasi beriladi, yonida normasi beriladi. O'sha normada yoshiga qarab shu normativlar ko'rsatib qo'yilgan bo'ladi. O'shanga qarab turib ko'pincha analiz norma ko'rsatadi. Ana kuni kecha Koreyada ishlaydigan bir bola kelyapti. Koreyada ikkita zavodda ishlar ekan. Butun tanasi qichishib, toshma toshib, shunaqa bo'lib yuradi. Keyin Koreyada ham analiz topshirgan. Lekin analizda hech qanaqa nima bermagan. Allergiya ko'rsatkichi bermagan. U ishdan javob so'rayapti. Menga davolanishim uchun imkoniyat bering, javob bering. Ozgina shunaqa qichishyapman, allergiya qo'zg'ayapti. Analizingni ko'rsat deb unga analiz berishgan. Analizni ko'rsatgan. Lekin haligi analizni ko'rsatsa, yo'q, bu yerda hech qanaqa allergiya yo'q deb unga javob berishmagan. Bizga kelyapti, bizda topshirganda analizda allergiya ko'rsatyapti, ya'ni bor allergiya nimasi darajasi oshgan. Immunoglobulin E to'g'risida gapiryapman. Bizda jicha shu allergiya borligi ko'rsatildi. Endi demoqchi bo'layotganim nima? Analizlar har doim nisbiy narsalar. Bu analizlarda qaysidir bir olim o'sha analizlar ustida, laboratoriya ustida ish olib borib, 100 tami, 200 tami, 500 tami yo 1000 tami qanchadir insonni tekshirib, shularni tajriba o'tkazib turib, eng pastki chegarasi va yuqori chegarasi qilib buni olishadi. Endi bu o'sha tekshirib chiqqan odamlarni ko'proq nimasiga bog'liq bo'ladi. Shularning natijasi. Endi dunyo bo'yicha 8 milliarddan ortiq odam bor. 9 milliardga ham borib qolgan bo'lsa kerak. Bu odamlarning hammasiga bu analiz normativi to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun bu nisbiy narsa ko'pincha. Eng asosiysi kasallikning belgisi. Ya'ni siz o'sha qichishib turgan bo'lishi mumkin, toshma toshayotgan bo'lishi mumkin, yo'tal, nafas qisgan, umuman tuzalmayotgan bo'lishi mumkin. Turibdi-da, lekin analizda norma chiqyapti. Yo'q, sizda bu allergiya yo'q ekan degani emas bu. Buni to'g'ri tushunasiz. Eng asosiy bizi meditsinada, ya'ni doktorlar o'rtasida klinika deyiladi. Ya'ni kasallik klinikasi, belgisi degani. Ana shu belgi bormi? Demak, bu allergik fon bor degani. Yana bir narsani aytaman, allergiya bu mustaqil alohida kasallik emas. Bu fon kasalligi. Ya'ni butun tanada fon yaraladi. Ya'ni o'sha sezuvchanlik oshib ketgandan keyin allergik fon yaraladi. Har bir a'zoda qaysi kasallik, qaysi bir a'zoni kasalligi boshlanadigan bo'lsa, allergik fonda og'irroq kechadi. Ana shu allergik fon yo'qolgandan keyin tana tuzalishni boshlaydi. Bizi yana oldingi nimasini aytaman. Allergiya alohida mustaqil kasallik emas. Allergiya bu fon kasalligi. Shuning uchun bu haligi analizda nisbiy holatlar chiqishi mumkin. Buni bir necha xil turlari bor, bir necha xil holatlari bor. Endi nimaga allergiyasi borligini aniqlash, boshqa qilish oldingi videolarda berilgan, aytilgan. U testlar qanchalik darajada to'g'ri chiqadi, qanchalik darajada anaqa bo'ladi, buni ham biz oldingi videolarda aytib berganmiz. Xullas, analizlar nisbiy. Bunga qaramasdan turib murojaat qilishingiz mumkin. Biz yordamga tayyormiz har doim. Bizi laboratoriyalarimiz ham o'zimizda tayyor. Yana bitta narsa, odamlarda nima uchun siz regionlarda, uzoq joylarga hali bemorni ko'rmasdan turib analiz buyuryapsiz? Ya'ni biz regionlarga, vohadan mana bu vodiydan tashqari bo'lgan Toshkent, Voha tomonlar, bu Qoraqalpoq tomonlarga antibiotiklarga sezuvchanlik analizini qildirib kelasiz deb yashash joyiga shu qildirib kelasiz deb tavsiya beramiz oldindan. Bu birinchi sababini aytaman. Birinchi sabab, bu analizning javobi eng kamida 3 kunda, maksimum 7-10 kunda tayyor bo'ladi. Endi bemorni biz o'zimizga chaqirib oladigan bo'lsak, ko'rib turib analiz buyuradigan bo'lsak, uzoq joydan kelgan bemor o'sha analiz javobi tayyor bo'lgungacha bizda kutib qoladi. Bunaqa voqealar bo'lgan.
juda ham ko'p haligi shunday nimadan ijtimoiy tarmoqda ko'rib turib, shu doktorga boraman deb ixlos bilan yo'lga chiqib kelganlar bo'lgan, lekin analizni javobini kutish uchun bu yerda haligi diqqi nafas bo'lib shunaqa kutganlar bo'lgan. Shunaqa kutish bo'lmasligi uchun biz shu faqat sezuvchanlik analizini o'sha yoqqa buyuramiz. Qolgan analizlarni o'zimizga kelganda topshiradi. Endi mana shu narsaga yaxshilab e'tibor berish kerak. Analizlar masalasi bo'yicha bizni nima uchun deganimiz, bu ham bemorlar uchun ortiqcha sarf xarajat, ya'ni ortiqcha kutishlarni oldini olish maqsadida qilinadi. Shuning uchun endi bu bakteriologik analiz, ya'ni bakpassiv deydi ruschasiga, bakteriologik ekish analizi, sezuvchanlikni aniqlaydigan analiz butun jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan tasdiqlangan. Hamma davlatda, Tojikistonda ham, Qirg'izistonda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham, boshqa joylarda ham bu narsa analiz bor. Bemalol yashash joyingizda qildirsangiz bizga o'tadi. Endi Tojikistondan yaqinda murojaat bo'lyaptiki, bizni analizlarimiz sizga o'tmasa kerak, o'shaning uchun o'zingizga borib turib o'sha yerda topshirsak yaxshi emasmi degan savol berishyapti-da. O'shani ham mana shunga shu savolga ham javobki, yana o'sha analizni javobi shuncha kunda tayyor bo'ladi. Ortiqcha ovora qilishni niyatimiz yo'q. Video ma'qul kelgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr. Like bossangiz, podpiska bo'lsangiz bizga hech qanaqa foydasi yo'q, lekin videoni ko'proq tarqalishiga, ko'proq odamlarga yetib borishiga siz hissa qo'shib qo'ygan bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.